Erkin Asiya Radyosu'nun 25 yanvar gündeki xəbərdə Erkin Asiya Radyosu'nun muxbirinin G'ulji nahiyasi qarta ilib bargan telefon ziyoratida G'ulji nahiyasida bir mezgil diniy asabiylikka qarshi tashviqot namunachisi bo'lib dang chiqargan Xurshida Kerimning uyda bir qonunsiz kitob tepilganligi uchun ishki yuzlimchilik bilan ayblanib 20 yillik muddatli qamoq jazosi bilan uning ishki o'g'li planliq tug'utga xiloflik qilish bilan ayblanib 17 yillikdan muddatli qamoq jazosi bilan kesib o'tilgan ekan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2014-yili terrorlik va diniy asabiylikka qarshi kurash to'lqini qo'zg'aganda bir tarafdan xohlagancha tutqun qilish va ig'ir jazolashni yo'l qo'yib, zamonaviylikni tashabbus qilish nomi bilan Uyg'ur milliy urf-odat va diniy e'tiqodga qarshi tashviqot siyosatini yuqori palliga ko'targan. Bu mezgillarda zo'r bir turkum diniy va milliy nashr buyumlari yig'ilinish va ko'ydirilish bilan birlikda materiallardagi mazmunlar tashviqot namunachilarining jaranglik nutqlari orqali rad qilingan, tanqid qilingan va hatto masxir qilingan. Mahalla va uy aralab xizmat qilgan bu tashviqot namunachilari yuqori maosh, sayli sayohat yoki alohida xizmat o'rinlari bilan mukofotlangan. Muxbirning aniqlashlaridan ma'lum bo'lishicha, ana shu chog'da dang chiqarganlardan biri G'ulji nahiyasining Qaryag'ach yezza Qaryag'ach kentining a'zosi Xurshida Kerim. 2017-yili cho'ng tutqun boshlanganda ayni chog'dagi shon sharaflari birdan g'oyib bo'lgan va o'zi tanqid qilgan kishilar qatorida beshi qora xalt kiydirilib, lagerga ilib ketilgan. Qaryag'ach yesidagi bir amonlik mudirining oshkorlashicha, uning uydan bir qonunsiz kitob tepilganligi uchun ishki yuzlimchilik bilan ayblanib 20 yillik kesib o'tilgan ekan. Xurshida Kerim navbatda G'ulji shahridagi Bayko'l ayollar turmasida jazo muddatini o'tmoqda ekan. Ilgirki aniqlashlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashviqot sepida aktiv xizmat qilgan va bir mezgil davr surgan turqliq birdinli taxti g'ulab jazolanganlar yolg'iz Xurshida Kerim emas. Korli shahri tashviqot namunachilaridan Patigul Davudmo 2017-yili kuzda tutqun qilingan. Ayni chog'da ko'rsatgan xizmatlari sababli ko'p qitim mukofotlangan va Xitoy o'lkalarini ziyoratga avatilgan Patigul Davud tutqun qilinish bilan tang uning millatlar ittifoqligi namunachisi bo'lgan yo'ldishi Naman Bavudunmi tutqun qilingan. Saqchi bo'lib xizmat qilayotgan qizi xizmatdan to'xtatilgan. Xitoyning Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning sonini va o'lganlarning sonini e'lon qilishi tashqi dunyoning gumonini qo'zg'amoqda. 25 yanvar kuni Jiangsu'dagi davolash sohasidagi bir kishining oshkorlashicha, davolash sistemasi va xalq ishlari tarmoqlarining ichki sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bultur dekabr oyining 5-dan boshlab Xitoyning har qaysi joylaridagi o'lganlarning nopusini o'chirish soni 3 dan 5 hassa ko'payganligini, ikkinchi va 3-chi darajalik shaharlarda texmi ko'p oshganligini, tövəndiklərinin davalash sharoitining nacharligi, doktorxonada 70 mingdan ortiq odamning o'lganligini e'lon qilganligini ta'kidlab, doktorxona sirtida o'lganlarning sonini tilga olmaganligini bildirgan. BBC torining 25 yanvar kuni e'lon qilgan xabariga asosan, Xitoy yezilaridami Xitoy virusidan o'lganlarning sonining haddidan ziyoda ko'payib, jasad sanduqi yasaydigan korxonalar nihoyat aldirash bo'lib ketgan ekan. O'tgan yil dekabr oyidan boshlab Xitoydagi Xitoy virusi yuqumi shiddat bilan ko'payib, 80% nopusning yuqumlanganligi, har haftada 13 mingdan ortiq odamning o'layotganligi, bularning ko'pintisining qirlar ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Chunki Xitoy planliq tug'ish siyosatini yo'l qo'ygan 40 yildan buyon Xitoy nopusining qirilish nisbatini o'rlab mangan bo'lib, bu qitim Xitoy virusi yuqumidan o'lganlar ichida qirlar eng ko'p nisbatni egallagan ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy yezilarida davolash uskunlari intayin kamchil bo'lib, doktorxonada o'lganlardan boshqa uyda o'lganlarmi ko'p ekanligini, bu o'lganlarning soni hukumatning rasmiy statistikasiga kirgizilmaydiganligini bildirgan. Xitoy yezilarida puhralar jasad sanduq tepib qirlarni ko'mish bilan aldirash bo'lib ketganda, Sharq Turkiston yezilarida majburiy Xitoyning Chag'an bayramini tabriklash to'lqini ko'tarilgan. Tangirtog' torining suratli xabarlari va ijtimoiy taratqularga qaraganda, Sharq Turkistonning yezi qishloqlarida Xitoyning yangir usuli va shir usuli o'ynab Chag'anni tabriklagan. Yezilarga tushgan elni mohil qilish tashviqot atritining boshliqlari Xitoy madaniyatini ommaning qalbiga singdirishning nihoyat muvaffaqiyatli bo'layotganligini bildirgan. 24 yanvar kuni Ispaniyadagi Qo'g'dovchi nomli kishilik huquq tashkiloti to'ri doklad e'lon qilib, Xitoyning chet eldan jinoyatchi o'tkazib olish huquqini 4 davlatga kengaytganligini ma'lum qilgan. Berilgan uchurlardan qaraganda 2022-yili 30 dekabr kuni Xitoy hukumatı Gonko, Keniya, Urugvay, Armeniya qatorliq davlatlar bilan o'zaro jinoyatchi o'tkazib berish kelishimi imzolagan ekan. Bugungi kunda Xitoy jami 45 davlat bilan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi imzolagan bo'lib, 14 davlat Xitoy bilan kelishim tuzishga qo'shilgan bo'lib, rasmiyatlarni puttirish oldida ekan. Yevropada bo'lsa, Gretsiya bilan Turkiya texi Xitoyga jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini imzolamagan ekan. Tahlil qilinishicha, Turkiya Uyg'urlarni Xitoyga qaytarsa, ularning ziyonkashlikka uchrashidan ansirganligi uchun bu kelishimga qo'l qo'ymagan.
Uningdan boshqa Avstraliya xeli burunla Xitoy bilan jinoyatchilarni o'tkazib beradigan bir shartnoma imzolagan bo'lsa-mu, oradan bir necha yil o'tganda uni tasdiqlash ishini to'xtatib qo'ygan. Latin Amerikasidagi davlatlarmi Xitoy bilan tuzilgan kelishimni tasdiqlamagan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, bu qitim Xitoy bilan tuzgan kelishimga qo'l qo'yganlar asosan Afrika davlatlari bo'lib, boshqa davlatlar kelishim tuzishga qo'shilmagan bo'lsa-mu, uni tasdiqlashni orqaga surgan yoki to'xtatib qo'ygan. Buningdan Xitoyning boshqa davlatlar bilan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish hamkorligida bargancha ig'ir to'sqinlikqa uchrayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Nurg'un davlatlar Xitoyda mustaqil adliya va qonun yo'q deb qarab, hatto Hong Kong bilan shu xil kelishim tuzishni to'xtatib qo'ygan ekan. Xitoy Tayvanga va xalqaro bo'shliqni bostirish tahdidini kuchaytirayotgan bir mezgilda 15 yanvar kuni Amerika parlament a'zosi Definni 18 parlament a'zolari bilan bir qarorni o'ttirib qo'yib, Amerikani bir Xitoy siyosatini oxirlashtirishga va Tayvanning mustaqilligini rasmiy e'tirof qilishga chaqiriq qilib, Amerika bilan Tayvanning rasmiy diplomatik munosabatni asliga keltirish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Amerika parlament a'zosi Definni hozirgi holatni o'zgartib, Amerikaning necha 10 yildan buyon rad qilib kelgan Tayvanning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilgan paytning kelganligini, Amerikaning uzun muddatlik va muhim sheriklik hamrohi bo'lish sufti bilan Tayvanning Xitoyda mustaqil bo'lganligini burunli to'g'ri e'tirof qilish vaqtining o'tib ketganligini ta'kidlagan. Definni 2020 va 2021 yillari mushuningga o'xshash qarorlarni o'ttirib qo'ygan. Hozir Avom palatasining 18 a'zosi bu qarorga qo'shilgan ekan.